Menga qarang Zafar aka, men sizni halol, insofli odam deb bilardim. Aniq hisob-kitob qilinglar. Boy aka, Hozir. Rahmat aka. Mana buni olib, qolganini muhtojlarga ehson qilib yuboring iltimos. mayli. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Baraka toping. Charchamang. Kesilli. Assalomu alaykum. Qassob aka, yaxshimisiz? Assalom shepim. Har doimgidek 1 kilomi? Har doimgidek. Ha, bo'ldi. Ana u qo'ynichi zo'r joydan bor. Bu safar 2 kilo bo'lsinmi? Hozircha 1 kilo ham yetib turibdi. Ha, mayli. Alo, Mana aka. rahmat. Go'sht oldim. Alo. Va alaykum assalom. Go'sht tugadi? Hali bir hafta bo'lmadi-yu. Bo'pti, olib boraman. Menga qarang Zafar aka, men sizni halol, insofli odam deb bilardim. Har safar sizdan olgan go'shtim bir haftaga yetardi. Bu safar 4 kunga ham yetmadi-yu. Ha? Bilasizmi, men rostdan ham mijozlarning haqini tarozdan urib qolardim. Bilmayman qayoqdan keldi. Bir oycha avval rastamda bir kitob qolib ketibdi. Shu kitobni o'qib rosa tavba qildim qilgan ishimga. 3-4 kun bo'ldi. Tarozini to'g'rilab qo'ydim. Endi birma-bir hammadan rozilik so'rab yuribman. Abdulhay aka, kechiring. Iltimos. Siz ham rozi bo'ling. Gap bu yoqda deng. Demak, har safar go'shtni urib qo'yganingizda baraka men bilan ketgan ekanda. Bu safar halolligingiz uchun baraka o'zingizda qolibdi. Biz olgan go'sht shuning uchun yetmay qolgan ekanda. Bu yog'iga endi 2 kilo olamiz shekilli go'shtni, ha? Bo'ldi aka. Hozir. Mana Abdulhay aka. Salomat bo'lsinlar.